Германия Ташқы ишлар министри Xitoy Tashqi ishlar ministri bilan ko'rishganda Hong Kong va Uyg'ur masalasini o'ttirg'a qo'ydi. Germaniya Tashqi ishlar ministri Heiko Maas 9-oyda o'tkazilmoqchi bo'lgan, ammo 1 yil kechiktirilgan Hong Kong alohida ma'muriy rayonidagi qonun kengashi saylimini tezdan o'tkazishga chaqirdi. Maas Berlinda Xitoy davlat komissari va Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgandan keyin o'tkazilgan birlashma axborot e'lon qilish yig'inida so'z qildi. Uyg'urlarning vaziyatini kۈنتەرتىپكە qo'yganligini aytgan Maas, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mustaqil tekshirish o'makining lagerlarga kirishiga yo'l qo'yishini umid qiladiganligini bildirdi. Maas kelar hafta Germaniya bilan Xitoy o'rtasida o'tkaziladigan kishilik huquq dialogi yig'inida Uyg'ur vaziyatining muzokara qilinadiganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Hong Kong va Uyg'ur avtonom rayonidagi masalalarning Xitoyning ichki ishlari ekanligini, chet elliklarning buningga aralashmasligi kerakligini aytdi. Yana bir tarafdan Tashqi ishlar ministrligi oldida yig'ilgan Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklar Wang Yiga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Sharqi Turkiston, Hong Kong va Tibetda yuz bergan ishlarga diqqat tortish uchun Uyg'urlarga erkinlik, irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin va Hong Kongga erkinlik degan mazmunlardagi shiorlar yozilgan lozunkalardan ko'tarib, Germaniya amaldorlaridan Xitoy bilan suhbatlashganda kishilik huquqni oldingi o'ringa qo'yishini talab qildi. Türkiye'den Tacikistan orqali Xitoyga qaytarilgan Zinnatgulning Saudiya Arabistonda yashayotgan hadisi Guljannet, singilsi Zinnatgulning tugab ketganligi va 2 bolasining onasi qarayotganligi haqida ishoratlik bir uchur olgan. Zinnatgulning Saudiya Arabistonda yashayotgan hadisi o'tgan oyning 5-ida munosabatli kanallari orqali singilsi Zinnatgulning tugab ketganligi va 2 bolasiga onasining hadisi qarayotganligi haqida ishoratlik bir uchur olgan. Yani uçur yetkizgüçi Ündidarda onunğa Zinnatgulning baraqla yo'qolganligi va 2 bolasының opsiga qilib qolganligi bayon qilingan. Guljannet baraqla yo'qoldi degan bu so'zni yetkizgüchining ichinishlik kayfiyatiga qarab tugab ketish deb tushungan. Zinnatgul Tursun o'tgan yili Turkiyaning Izmir shahrida chet elliklarni tutib turish markazida bir mezgil tutib turilgandan keyin shu yili 6-oyda 2 bolasi bilan birga Tojikiston orqali Xitoyga qaytarib etilgan. Erkin Asiya radiosi Zinnatgulning hadisi ta'minlagan yip uchiga asosan ahvol egallash jarayonida Zinnatgulning oqibatining aniq emasligini, uning 2 bolasiga opsining emas, balki opsining hadisining qarayotganligi aniqlangan. Shundaqla Zinnatgulning opsimi o'tgan yili 9-oyda tutib ketilgan. Zinnatgulning 3 yildan beri tutib turilayotgan inisi kasallik sababidan qo'yib berilgan. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharqi Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi yana bir bolaning yetim bo'lmasligini umid qiladiganligini aytdi. U mundaq dedi: Xitoyning Sharqi Turkistondagi qirg'inchiligi davomlashmoqda. Nohaq tutqun qilingan yoshlar o'ldirilmoqda. Kishilik huquq nada? Turk va islom birligi nada? Xitoy zulmini olqishlaganlarni tarix asla unutmaydi. İchki Mo'ngolda ona til ma'rif siyosatining o'zgartirishiga qarshi namoyish o'tkazildi. Mo'ngolcha darslarning sonining ozayishiga qarshi Ichki Mo'ngol avtonom rayonida namoyish o'tkazildi. BBC'ning xabariga qaraganda rayondagi yangi o'qish mavsumi boshlanishi bilan tang ona tildagi ma'rif siyosatining o'zgarishiga norozilik bildirgan ba'zi oilalar bolalarini maktabga avatmagan. Yangi tadbirlarga asosan Ichki Mo'ngol rayonidagi siyosat, tarix va til adabiyot darslari tadrijiy Xitoy tilida o'tiladi ekan. Nurg'un kishilar yangi belgilamalarni madaniyat kimligiga qaratilgan tahdid deb qaragan. Hatto oxirida zo'r turkumdagi o'quvchilar va ota-onalar yig'ilib, bu yangi tadbirlarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Hindiston va Xitoy armiyasi Himalaya tog'idagi talash tortishdagi chegara rayonida yana bir qatim terkashdi. Hindiston amaldorlarining Reuters agentligiga aytishicha, seshanba kuni Hindiston Himalaya tog'idagi 4 strategik nuqtada harbiy batalyon o'rnashtirgan bo'lib, bu Xitoyning chegara qoidalariga davomli xiloflik qilishining oldini olish uchun ekan. Har ikki davlat yaqinqi shikoyatchida chegara rayonidagi askar va harbiy uskunlarning sonini davomli ko'paytdi. Hindiston Davlat Mudofaa Ministrligi hafta oxirida e'lon qilgan bayonotida Xitoy armiyasining hozirgi holatni o'zgartirish uchun ig'vogar harbiy harakat qo'llanganligi va bu masalani hal qilish uchun rayondagi harbiy va diplomatik aloqada hosil qilingan o'rtaq tonishga xiloflik qilganligi bayon qilingan.
Yadro kelishimiga aloqador taraflar Angliya, Fransiya, Germaniya, Rossiya va Xitoy yadro kelishimidan chekinib chiqqan Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Tehronga qaratgan embargo mexanizmini qaytadan asliga keltirishiga qo'shilmaydiganligini aytdi. Eronning yadro faoliyatini nazorat qilish uchun qurilgan yadro kelishimi Birlashma Komiteti Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar bosh kotibining riyosatchiligida Avstriyaning Vinada yig'in chaqirdi. Yadro kelishimiga qatnashgan Eron, Angliya, Fransiya, Germaniya, Rossiya va Xitoydan kelgan muavin tashqi ishlar ministri qatnashgan yig'indan keyin yozma bayonot e'lon qildi. Bayonotda barliq qatnashuvchilarning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining 2231 nomerli qarorini qo'llab, yadro kelishimini qo'g'dashning va har qaysi taraflarning to'liq yo'lga qo'yishining muhimligi ta'kidlanganligi o'tirg'i qo'yildi.